tomosha bo'laman. U nari yaqinroq borib olsang. Qayog'ini? Nok. Qayerda nok? Ana turibdi. Ha. Oyog'i. Basta. Yo'q. Qayerda? Nok. Shu nok? Ha. Mana nok daraxti. Mana nok daraxti. Yan bu yil yaxshi ser hosil qilib bo'pti noklar. Yaxshi sotdi. Ko'rdingmi nokka kolxoz. Dalam bog' bu yoq. Uzumzor. Ha. Bu Olmazor, do'stim Olmazori, sinfdoshimmi, adasini. Olmazori. Bu bog' uzumzor, mana bog' uzumzorda. Mana suv oqyapti. Nima? Ha, videoga olyapman havasi. Gapirayotganlaringiz ham tushyapti. Mana fermer yerlar bo'lar. Mana shu yerda bitta sinfdoshim turardi, esimda bor. It boqardi. Ko'rdingmi ko'rma? Mana. Ana masjid. Ko'rdinglarmi? Hozir ko'rsataman. Yo'qolib qoldi hozir. Qani Olmazoring? Olmazor. Ha. Anta arkasidan bunaqasi olasan. Olmazor yangi qurilgan. Hali bor. Ana bu yerda qurilish ishlariga to'xtab. Nima qilishyapti? Voy. Zo'r narsa o'rnatib qo'yishgan ekan u yerga. Ana. Suvni mana yoqdan keladimi suv? O'sha suvni bu yoqqa o'tkazmaslik uchun narsa o'rnatib qo'yishgan ekan. Bu yoqqa xohlasalar o'tkazishadi, xohlashmasa o'tkazishmaydi. Keyin mana bu yerda to'sadigani bor ekan. Bu yoqqa o'tib ketmasligi uchun, bu yoqqa o'tib ketmasligi uchun. To'silar ekan. Ha. Mana bu yoqqa o'tyapti hozir. Ana bu yerda ekskavator. Qurilish ishlarini yangi yer o'zlashtirish. Katta quduq qazishibdimi? Hovuz bo'lsa kerak. Quduqmi bu, hovuzmi bilmayman.
Mana Biyolar to'lan chiroyli qo'y. la to'lani shu yerda. Mashtolan ismi nima edi? Mana shu uyda bitta sinfdoshim yashaydi. Gapirmaslik kerak. Bitta bor. Tamam, shabada. Ha, shamol. Shabada. Mana, shu odam mashhur ko'rinadi. Nima? Chiroyli ko'rinadi. Mana Nima bor. ko'rinadi? Mana, Chiroyli. mana. Mana. Shu o'tgan narsalar ko'rishmayapti. Mana. Katta. Quduq qazishibdi. Ichida nima bor? Hovuz. Hovuzmi? Hovuz. Bundan o'tib qarasang ko'rinadi. Hovuz bor. Hoppa. Mana hovuz ekan rostdan. Bu yerda cho'milishadimi? Hovuzda suv yig'iladigan hovuz. Mana bu yerda suvni muzlatib qo'yish uchun apparat qilishibdi. To'sib qo'yish uchun ham muzlatib qo'yish uchun ham. To'sib qo'ygan gulab qo'yishibdi-da, yana muzlab yotibdi. Mashhur ko'rinadi. Anchitdilar. Ko'rmayapti. Ma? Xonadonda. Qani. Ana bu yoqda. Qani ekskavator. Hozir yarkis. Menga o'zimga ham ko'rinmayapti yo'l aka. Ana. Tomosha qildingmi dalalarni? Aha. Fermer bog'larni. Bog'larni. Mana yangi yerlarni o'zlashtirib, yangi inshootlarni sug'orish nimalarni, qurilmalarni qilishyapti. Ha. Ko'rdingmi zaqa yangi? Qurilish inshootlarni qurish. O'sha yerda. Mana. Ot, qaranglar, ot. To'rt. Uyini ko'rdingmi? Ko'rib turibdi. Ana, bizdan qo'shnimiz. Mashta Muhammad Rizon uyi bor. Keyin Hovanovda ismi nima edi? Biz dadamlarni, adalarni butun kolxoz tanigan bu. Rahmat ota, katta dodani o'ladi bir yoqib. Dodaning dadalari, sizlari bir yoqib dodani bog'lar. Bo'lgan, mashtalar. Hamma joy. Bom bo'lib ishlaganlar bir yoqib doda. Ilgari shularda. Bo'tlar. Bo'lgan. Qo'yasi marshal xo'sh. Mana yerlar. Hayot. Mana Yosh. Bugun yaxshi havolar. Shobada esib turibdi, bugun havo yaxshi. Kunlari o'tdi. Yozning iliq kunlariga yaqinlashyapmiz. Mana o'tlar.
Sabzini moliga beryapti mamodam. Molla sabzi yeyapti. Kolxoz mollari. Bu fermer nima yo'ldosh ekan mollari. Mollari bor ekan. Yo'ldosh ekani mollari ekan. Mana bu suv. Nishonari suvlari. Bog'lari oldingmi? Olmazor bog'lari. Ya o'zimizor. Bu qaysi tuman? Keles tumanimi? Toshkent tumani bu. Toshkent tumani. Men Olmazor tumanida turaman. Bu Toshkent tumani. Toshkent tumani. Kelesgacha Olmazor tumani. Bu Toshkent tumani. Mana o'zimizda ham chiroyli joylar bor. Lekin chiroyli joyligi qolmadi deyapti. Sabab aytaymi? Ko'p yoqda qurilish ketyapti. Qurilish bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi. Ana qurilish. Ana boshlangan. Bog'zor ko'chasi ekan bu, Bog'zor. Bog'zormi? Bog'zormi? Ha, shu ko'cha. Bizani ko'chamiz Oydin. Bog'zor ko'chasi. Mashina avariya